Barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Mana Ramazon oyining shuncha kuni o'tib bo'ldi. O'tib ketgan kunlar kam emas. Qolgan kunlar ham shunday tez o'tib ketadi. Alloh taolo Ramazon haqida sanoqli kunlar deb aytgan. Qarang, bu sanoqli kunlar qanday tez o'tib ketyapti. Avvalgi kunlar qanchalik tez o'tib ketgan bo'lsa, qolgan kunlar ham shunday o'tib ketadi. Bu yerda eng muhimi, biz o'tgan kunlarda nima qildik? Qolgan kunlarni qanday o'tkazamiz? Unumli foydalangan inson uchun vaqt Allohning bergan ne'matlarining asosidir. O'z vaqtini Alloh uchun, Alloh bilan va Alloh yo'lida o'tkazgan odam eng baxtli insondir. Vaqtini Alloh uchun o'tkazish, amallar xolis Alloh roziligi uchun bo'lishidir. Allohdan yordam so'rab, faqat Allohga tavakkul qilish esa Alloh bilan birga bo'lishdir. Alloh yo'lida o'tkazilgan vaqt bu Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilishga sarflangan vaqtdir. Agar bizning umrimiz Alloh uchun, Alloh bilan va Alloh yo'lida bo'lsa, Alloh uchun, ya'ni amallarimiz faqat Alloh roziligi uchun bo'ladi. Alloh yo'lida bo'lish, Alloh rozi bo'ladigan, Alloh yaxshi ko'radigan amallarni qilamiz. Alloh bilan bo'lish, doim Allohdan yordam so'rab, Allohga tavakkul qilib yashaymiz. Allohga qasamki, mana shunday yashash haqiqiy muvaffaqiyat va eng katta baxt, saodatdir. Sizning umringiz Alloh uchun, Alloh bilan va Alloh yo'lida bo'lsa, siz uchun bundan katta baxt yo'q. Hech bir vaqtingiz, biror lahzangiz bekor ketmayotgan bo'ladi. Chunki sizning hamma vaqtingiz Alloh roziligida o'tyapti. Hayoti mana shunday o'tgan inson hech qachon afsus, nadomat qilmaydi. Inson qabrda ham, qiyomat kuni ham afsus, nadomat qiladi. Nimaga afsus, nadomat qiladi? Albatta Allohga osiy bo'lganlar qilgan gunoh ma'siyatlarga pushaymon bo'lib afsus, nadomat qiladilar. Bu tushunarli. Lekin inson bekor o'tkazgan vaqtiga ham afsus qiladi. Allohni zikr qilmagan, ibodat bilan mashg'ul bo'lmagan vaqtlariga afsus qiladi, chunki katta yaxshiliklardan quruq qolgan bo'ladi. Shuning uchun ey musulmonlar, ey yigit-qizlar, vaqtingizni behuda o'tkazmang. Keyin qilaman, ertaga qilaman demang. Solih amal qilishga imkoningiz bo'ldimi? Hoziroq qiling. Faraz qiling, qabrga kirdingiz. Qiyomat kuni Allohning huzurida turibsiz. Umringiz har bir lahzasi sizga ko'rsatiladi. Qachon, nima ish qilgansiz? Qilgan hamma ishingizni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Haqiqiy baxtli inson bir solih amalni tugatib, uning ortidan keyingi solih amalni boshlovchi insondir. Oilasi bilan o'tkazadigan vaqt ham, bola chaqasi bilan muboh bo'lgan o'yinlarni o'ynab, ularni xursand qilish ham, ular hammasi ibodat. Aka-uka, birodarlarga xursandchilik ulashish bu ham solih amal. Hadisda aytilgan, ikki ne'mat bor, ko'pchilik odamlar uni qadriga yetmaydi. Bu ikki ne'mat salomatlik va bo'sh vaqt. Ko'pchilik odamlar vaqtlarini befoyda narsalar bilan o'tkazadi. Kompyuter o'yinlariga o'xshash bekorchi narsalarga soatlab vaqt ketadi. Alloh taolo aytadi: Alloh kecha va kunduzni almashib turuvchi qilib qo'ygan zotdir. Bu narsa eslatma, ibrat olmoqchi bo'lgan yoki Allohga shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchundir. Alloh taolo Ramazon haqida sanoqli kunlar deb aytgan. Bu kunlar tezda tugaydi. Bir kunlik roza ham, ya'ni bomdoddan shomgacha tezda o'tib ketadi va barcha kunlar shunday. Tun ham shunday. Lekin tunda qilinadigan ibodatlar bor. Hadisda kim Ramazon kechalarini iymon bilan va savob umidida ibodat bilan o'tkazsa, gunohlari kechiriladi. Ya'ni tunda ham bekorchi narsalarga hech ham vaqt bo'lmaydi. Kunduzi ham shunday. Vaqtimizdan unumli foydalanish uchun nimalar qilishimiz kerak? Ko'proq Qur'on tilovat qilamiz. Tarovih namozini va boshqa nafil namozlarni o'qiymiz. Ko'p duo qilamiz. Tongi va kechki zikrlarni va yana boshqa zikr duolarni qilamiz. Sadaqa ihsonlar tarqatamiz. Ro'zadorlarga taom ulashamiz. Qur'on ma'nolarini o'qib, o'rganib, tadabbur, tafakkur qilamiz. Qarindoshlarni borib ziyorat qilamiz. Ota-onani xursand qilamiz. Dinni ta'lim beramiz. Ya'ni qanday solih amal bo'lsa qilavering. Imkon bo'lgan yaxshilikni tashlamang, odamlarga yaxshilik ulashing. Bir necha kun avval Jiddada yoshi ulug' bir inson vafot etdi. U kishi 100 yoshga kirgan ekanlar. 100 yil umr ko'rganlar. Har kuni 5 vaqt namozini masjidda o'qirganlar. Egilib qolganlar. Shunda ham 5 vaqt namoz masjidda. Yurishga qiynalib qolgan bo'lsalar ham masjiddan qolmaganlar. Hatto odamlarga imomlik ham qilib turganlar. Doim va'z nasihat qilib yurar ekanlar.
Vafot etganlarida butun mahalla, qo'shni mintaqadagilar ham, bozorda savdo qiluvchilar ham barcha eshitganlar janozaga kelgan. Namoz o'quvchilar ko'chaga chiqib ketgan, yo'llar to'lib ketgan, harakat to'xtagan. Janozadan keyin hamma qabristongacha kuzatib qo'ygan. Bu kishi Shofiy mazhabining ulamolaridan bo'lganlar. Umr bo'yi ilm berganlar. Bu yerda bizlar uchun ibrat. Bu odam 100 yil 5 vaqt namozni masjidda o'qiganlar. Zikr, duo, ibodat, doim odamlarni da'vat qilib yurganlar. To'xtamay ilm berganlar. O'lim har kimga turli holatda keladi. Bu kishi qanday vafot etdilar? Masjidga ketayotganlarida bir shoshqaloq mashinasida tez yurib kelib urib ketibdi. Subhanalloh. Ramazonda masjidga ketayotgan bo'lganlar va avariya hodisasida vafot etganlar. Hadisda aytilgan, kimni bir narsa bosib qolib vafot etsa, shahidlar qatorida bo'ladi. Ustozimiz Shayx Abdulaziz aytganlar, avariya hodisasida vafot etganlar ham bu hadisning ma'nosiga kiradi. Bu yoshi ulug' insonning xotimalari chiroyli bo'ldi deb gumon qilamiz va bizlar ham xotimamiz chiroyli, yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Alloh taolo bizlarga o'zi rozi bo'ladigan holatda vafot toptirishni nasib etsin. Chunki inson qanday holda vafot etsa, o'sha holatda qayta tiriladi. Allohdan husn xotima so'raymiz.